Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Demak, bugun biz 12 zamon kursimizning 13-kunida biza va bugun sizlar bilan Future Continuous zamoni 10-zamonni ko'rib chiqamiz. Demak, Future Continuous Tense. Demak, Future Continuous zamoni o'zbek tiliga nima tarjimani beradi desalaringiz, ayotgan bo'laman tarjimasini beradi. Demak, kelasi davomiy zamon deymiz. Formulasi subject will be verb ing. Demak, formulasi mana shunday bo'lar ekan. Demak, subject will be verb ing plus gapda, demak, inkor gapda not qo'shiladi va so'roqda doimgidek yordamchi fe'l oldakka chiqadi. Demak, hurmatli o'quvchilar, bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana bu will future zamonlarni hammasida bor. Demak, will bu kelajak belgisi hisoblanadi. Demak, will not want bo'lib qisqaradi. Qayerdadir mana bu want so'zini ko'rsalaringiz, xohlamoq, ya'ni want deb o'ylab qolmanglar. Demak, bu will notni, o'sha want xohlamoq, bu will notni qisqargani want bo'ladi. Shu narsaga e'tiborli bo'linglar. Ko'pchilik buni o'sha readinglarda ko'rganida yoki bir qayerdadir kelib qolganida xohlamoq deb tarjima qilib ketib qoladida. Yo'q, bu xohlamoq emas, bu shunchaki will notni demak qisqargan shakli hisoblanadi. Umid qilamanki, bu narsani tushundingizlar va kelajakda muammo bo'lmaydi deb. Demak, formulasi e'tibor qilamiz. Continuous zamon bo'lganligi uchun, demak, albatta fe'limiz ing bilan tugashligi kerak va kelasi zamon bo'lganligi uchun will belgisi bor hammasida. Demak, mana shu formula o'zbek tiliga ayotgan bo'laman tarjimasini beradi. Demak, o'quvchilar, man o'tgan darslarda sizlarga aytgan edim, ya'ni o'sha o'tgan dars Future Simple'da o'tayotganimda aytgan edimki, future zamonlarda deyarli ko'p narsani o'rganmaysizlar, chunki future zamonlar o'sha past zamonda o'tilgan qoidalar bilan hamma narsasi bir xil. Masalan, kelinglar, mana hozir biz sizlar bilan Future Continuous'da o'tyapmiz. Future Continuous'da demak, qoidasi, demak, buni o'tgan zamondagi ukasi deymizmi, egizagi deymizmi, egizagi bo'lmish past continuous bilan hamma narsasi bir xil. Masalan, past continuous'ni eslaymiz, kelinglar. Past continuous'da demak, o'zbekchaga tarjima nima edi? Ayotgan edim edi. Bu yoqda faqatgina o'sha o'tmishlik belgisi nimaga o'zgaryapti? Kelajakka o'zgaryapti-da, ayotgan bo'laman tarjimasini bermoqda. Demak, qoidalargacha hozir ko'ramiz, bir xil, kalt so'zlargacha hattoki bir xil. Faqat o'tmish belgisini, masalan, pastdagi o'tmishlik belgisini bu yoqqa kelajakka o'zgartirsak bo'lgani. Masalan, u yoqda edi, bu yoqda bo'lamanga o'zgaryapti. Demak, kelinglar qoidasini ko'rib chiqamiz. Qoidasiga ham hozir e'tibor qiladigan bo'lsak, past continuous bilan qoida bir xil. Past continuousda eslaringizda bo'lsa, qoidasi o'tgan zamonda aynan bir vaqtda davom etib turgan harakat. Bu yoqda faqat o'tgan zamonni, demak, kelasi zamonga o'zgartirsak bo'ldi. Demak, mana marhamat, o'zi ko'ramiz. E'tibor qaratamiz, hurmatli o'quvchilar. Demak, qoidaga, demak, biz future continuous zamonni kelasi zamonda aniq bir vaqtda, ya'ni izoh beryapmiz, soatda davom etib turgan harakatlarni ifodalash uchun ishlatamiz. Bunda esimizda bo'lsa, past continuousda ham xuddi shu qoida edi, faqat mana bu yoqda, demak, kelajakda emas, o'tgan zamonda degan so'z, o'tgan zamon so'zi bu yoqqa kelajakka o'zgaryapti. Chunki biz kelasi zamon nimasidamiz? Demak, o'sha zamonlarni ichida biz. Endi, hurmatli o'quvchilar, birdaniga ikkita qoidasi bor o'zi future continuousda. Demak, ikkinchi qoidasiga kal so'zlar tegishli bo'lmaganligi tufayli birdaniga men sizlarga nima qilib ketaman? Demak, kal so'zlarni ham berib o'tib ketadigan bo'lsak, demak, keywords yoki nima deyilardi? Signal words yoki time expressions deb nomlasak ham bo'ladi. Demak, kal so'zlarga e'tibor qaratamiz. Hozir misol ham beraman kal so'zlardan keyin. Demak,
Demak, kal so'zlari qanday ko'rinishga ega bo'ladi? Past continuous kal so'zi masalan at 6 o'clock yesterday edi. Tushunaymi? Mana at 6 o'clock yesterday edi. Bu yoqda faqat o'sha yesterday so'zi kelasi so'zga o'zgarsa bo'ldi, hurmatli o'quvchilar. Qaranglar, hatto kal so'zlargacha bir xil. Demak, ertaga soat 6da tarjimasini beradi. Yoki from 3 o'clock to yoki till 5 o'clock next week deymiz, a? Kelasi hafta 3dan 6gacha tarjimasini beradi. E'tibor qaratamiz, mana bu kalsius ham past continuousda bor edi. Bu yoqda faqat u yoqda last week edi, bu yoqda mana o'tgan hafta, bu yoqda kelasi haftaga o'zgaryapti. Mana shu vaqtda ertaga. Yoki mana bu kalsiusga e'tibor qilamiz. Mana shu vaqtda kecha edi, u yoqda ertaga, ya'ni kecha o'tmishlik belgisi kelajakka o'zgartirsalar bo'lgani. Demak, yoki keyingi anaqaga e'tibor qaratamiz. Demak, nima deydi? Kal so'zga whole night tomorrow. Demak, ertaga butun kechasi. Mana bu kalit so'z ham bizada past continuousda bor edi, faqat mana bu yoqda kelajakni bildiruvchi so'z turibdi, u yoqda o'tmishni bildiruvchi kechami, o'tgan haftami bir nima turgan bo'lar edi. Va oxirgisi bizda still kalit so'zi. Tarjimasi hali ham. Demak, ertaga soat 6da kelasi hafta 3dan 5gacha, demak bu yoqda 6 bo'lib qolibdi, 5gacha. Ertaga shu vaqtda, ertaga butun kechasi bilan va hali ham. Endi bitta narsaga hurmatli o'quvchilar e'tibor qaratadigan bo'lsak, biz future continuous zamonni kelajakda aynan bir vaqtda soatda davom etib turgan harakatlar ifodalashda ishlatamiz. Mana kelajakda aynan bir vaqtni ifodalovchi so'zlar. Ertaga aynan bir soati bor 6da. Kelasi hafta aynan soati bor 3dan 5gacha. Shu vaqtda ertaga aynan soati bor. Butun kechasi ertaga. Ertaga kechasi soat nechidan nechagacha boshlanishini bilamiz. Kechqurun nechida boshlanib, nechida tugashini aynan soati bor. Bitta stilda yo'q, bu hali ham, ya'ni ish harakat hali ham davom etayotganligini bildiradi. Demak, kelinglar endi misol beramiz. Masalan, what will you be doing at 5 o'clock tomorrow? Demak, gapimizga e'tibor qaratamiz. Ertaga soat 5da nima qilayotgan bo'lasan? E'tibor qaratamiz, tarjimasiga e'tibor qilamiz. Tarjima ayotgan bo'laman tarjimasini berar edi. Mana bu yoqda ham xuddi shunday. Ertaga soat 5da nima qilayotgan bo'lasan? Ertaga aynan bir soati bor. Ish harakat davom etib turibdi. O'sha mana shu formuladan tuzyapmiz, mana so'roq shakli fe'l oldakda ish harakati bajaruvchisi, keyin undan keyin be, mana undan keyin verb ing. Bu be ni o'zgartirmaysizlar, har doim shu be ligicha turadi. Demak, ko'ramiz. We will be playing football this time tomorrow. Demak, ertaga shu vaqtda futbol o'ynayotgan bo'lamiz. Tarjimasiga e'tibor qilinglar, ayotgan bo'laman tarjimasini beryapti. Demak, ertaga shu vaqtda futbol o'ynayotgan bo'laman. Ish harakatining aynan vaqti, soati bor. Bu yoqda kal so'zlardan albatta mana buni o'zgartirsak bo'ladi, to'g'rimi? Ertaga emas, kelasi hafta soat 6 emas, 5 qilsak bo'ladi. Bu yoqdan mana bularni o'zgartirib tashlasak bo'ladi bemalol. Bunda bu qismni o'zgartirsak bo'ladi, shu sariqga bo'yayapman. Bu yoqda butun kechasi emas, butun ertalab obed yoki o'sha ertaga emas, indin desak bo'ladi, o'zgartirsak bo'ladi, sariqga bo'yab ketyapman. Yana misol beramiz. Demak, hammasi tomorrow bo'lmasin, next week. Kelasi hafta 3dan 5gacha u o'qiyotgan, uxlayotgan bo'ladi. Demak, aniq soati bor, tarjimasiga ham e'tibor qilinglar, ayotgan bo'laman. Ya'ni kelasi hafta 3dan 5gacha u uxlayotgan bo'ladi. Manimcha tushundingizlar deb umid qilaman. Bu yoqda hech qanaqa yangi narsa yo'q. Kalit so'zlar past continuousniki bilan bir xil, qoida past continuousniki bilan bir xil, faqat o'sha o'tgan degan narsa kelajakka o'zgaryapti, o'tmish kalit so'zlari kelajakka o'zgaryapti, yagona farq shu. Demak, ikkinchi qoidaga o'tamiz. Ikkinchi qoidasi esinglarda bo'lsa, o'sha demak, nima deydi? Past continuous zamonimiz qo'shma gap bo'lib kelar edi past simple bilan, to'g'rimi? Demak, ikkinchi qoida bunda ham qo'shma gaplar haqida bo'ladi. Demak,
Bu yoqqa ikkinchi qoida bo'lganligi uchun shuningdek so'zini qo'shaylik. Bunda payt bog'lovchilari eslarsa bo'lsa when va while edi. Asosan when ishlatiladi, to'g'rimi? Demak, when deb qo'yamiz. Demak, when bog'lovchisi, payt bog'lovchisi bu yoqda faqatgina when tegishli. Demak, e'tibor qilamiz. Bitta narsaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana shu joyi juda ham muhim. Past zamonlarimiz, masalan, past continuous bo'lsin, past perfect bo'lsin, deylik, past perfect continuous bo'lsin, qaysi zamon bilan hamkorlik qilar edi? Past zamonlarimiz qo'shma gap bo'lib kelganda bir eslaylikchi. Menimcha javobni topdingizlar deb o'ylayman. Past zamonlari demak, o'sha hamkorligi past simple bilan edi. To'g'rimi? Endi future zamonlarimiz nima, qaysi zamon bilan hamkorlik qiladi desalaringiz, uzr, bu yoqqa past continuous bo'lib ketib qolibdi. Adashib ketib qolibman. Future continuous zamoni present simple bu yoqda ham past bo'lmaganmish qilib. Future continuous berilgan mana. Demak, shu yoqda sal xatolik ketibdi. Demak, future continuous zamonni. Future zamonlar, mana biz bugun ikkinchi future zamonni o'tyapmiz, to'g'rimi? O'tgan dars future simple o'tdik. Future zamonlari nima bilan hamkorlik qiladi? Future zamonining hamkori present simple hisoblanadi. Shu joyga qattiq e'tibor qilinglar. Present simple degan nima degani? Bu 4 nima uchun turibdi? Asosan present simple bilan hamkorlik qiladi, lekin boshqa present zamonlari ham kelishi mumkin. Masalan, present continuous, present perfect continuous. Asosan 99% holatda present simple zamoni keladi. Asosan mana shu present simple. Demak, future zamonlarni hamkori present simple zamoni ekan. Past zamonlarni hamkori past simple edi. Past zamonlarda o'tganmiz, to'g'rimi? Demak, endi kelinglar, mana bu ikkinchi qoidani demak sizlar bilan tushuntirib bersam. Buni bog'lovchisi xuddi past continuousnikidek when va while hisoblanadi. Bunda demak ko'rib chiqamiz. Bitta gap kelardi, to'g'rimi? Demak, o'rtaga when yoki while kelar edi va when va whiledan keyin yana bitta gap kelar edi. Ya'ni qo'shma gap bo'lar edi. Demak, bu qanday bo'ladi? Demak, o'sha faqatgina when bilan cheklanmaylik, hurmatli o'quvchilar. Demak, boshqa anaqalarni ham berib ketayman sizlarga birdaniga. Demak, when bizda before bor, to'g'rimi? After bor edi. Mayda time bor edi. Demak, till, until bog'lovchilari bor edi. Bu yoqqa yana bitta bir raqamini qo'yamiz. Demak, when tarjimasi da, before dan oldin, after dan keyin, by the time gacha va demak till untillar ham gacha tarjimasini berar edi. Bu bog'lovchilarning hammasi bizga tanish, chunki past zamonlarda xuddi shu narsani o'tganmiz. Bog'lovchilarning joylashuvi ikki xil usulda bo'lar edi. Ya'ni mana bunday demak, ikkita gapni o'rtasiga kelar edi yoki hozir pastdan yozib ko'rsataman. Demak, nimada kelishligini ko'ramiz. Demak, e'tibor qaratamiz. Tak, buni qilaylik. Hozir to'g'rilaymiz. Mana. Demak, hurmatli o'quvchilar, bitta farqi bor buni. Demak, esinglarda bo'lsa, masalan, o'sha past continuousda, past perfect continuousda mana bu bog'lov qo'shma gap bo'lib kelganida
joylar almashinib kelaveradi gapni ma'nosiga qarab, to'g'ri? Masalan, bu yoqqa masalan future 4 continuous, bu yoqqa present simple bo'lsa, joy almashinib xohlasa bu yoqqa simple kelardi, bu yoqqa continuous kelardi, joylar almashinib kelar edi gapni ma'nosiga qarab. Lekin future zamonlarida mana bunday bo'lib qo'shma gap bo'lib kelganida qotirilgan bo'ladi joy. Ya'ni paid bog'lovchisidan keyin, mana bog'lovchidan keyin doimo present 4 simple keladi. Ya'ni bu bitta gap. Keling, shu bir raqamlarni o'chirayman, uncha kerak ham emas. Demak, doimo bog'lovchidan keyin present simple keladi. Bog'lovchidan oldin esa future 4 continuous. Endi bugun biza future continuous o'tayotganimiz uchun future 4 continuous qilganman. Bu yoqqa future zamonlardan istalgan bittasi kelishi mumkin. Endi o'sha qo'shma gapda kelayotgan ma'nosiga qarab hozir uni misollarda sizlarga tushuntirib beraman. Nasib qilsa yetib boradi bu narsa. Demak, buni bunday qilaylik. Qoidani davom ettirib qo'yaylik. Bunda paid bog'lovchisidan keyingi qismi deyamiz, ya'ni mana bundan keyingi qismi, mana bundan keyin bu turibdi. Demak, present zamonida kelsa, paid bog'lovchisidan, demak, qo'shma gapning paid demak, mana bunaqa bo'lyapti bizda hozir. Joylashuvlari, demak, holatlari mana shunaqa bo'lyapti. Kelinglar, shu ikkinchi qoidani pastga tushiray, chunki sig'may qolyapti. Mana. E'tibor qaratamiz. Future zamonlari bu, yana bir marta aytaman, bu faqatgina future continuous'ning qoidasi emas. Bu barcha future zamonlarning qoidasi. Ya'ni future simple ga ham tegishli bu qoida, future perfect ga ham, future perfect continuous ga ham, future continuous ga ham tegishli. O'sha uchun ham mana bu yoqda future 4 deb qo'yganman. Bugun aynan continuous o'tayotganligimiz uchun future 4 continuous deganman. Atak bu yoqqa future continuousdan tashqari future simple qo'ysak ham bo'ladi, ma'nosiga qarab albatta gapni. Future perfect qo'ysak ham bo'ladi, future perfect continuous ham. Bundan keyin doimo present 4 simple qotirilgan. Chunki futurelarning hamkori, demak present 4 simple hisoblanar ekan. Bu gapni o'rtasida kelganida shunaqa bo'lyapti. Agar gapni boshida kelsa-chi desalaringiz, bog'lovchi. Gapni boshida kelsa-chi desalaringiz, hech narsa o'zgarmaydi. Mana, demak, sizlar bilan hozir shuni tuzib chiqaman. Gapni boshida kelyapti mana. Tak. Bunday qilamiz hammasini. Demak, mana bu demak bizda birinchi anaqa formulaning shakli edi, bu ikkinchisi. Demak, bog'lovchidan keyin doimgidek present simple, mana bog'lovchidan keyin bu yoqda ham present simple. Albatta nima qo'yiladi keyin? Virgul qo'yiladi va bu yoqdagi zamon future 4 continuous bo'ladi. Demak, bog'lovchidan keyin present 4 simple, mana bog'lovchidan keyin present 4 simple bu yoqda ham virgul narigi tomoniga future 4 continuous yoki future zamonlardan istalgan bittasi keladi. Demak, bunda xoh birinchi formulada beringlar, xoh ikkinchi formulada beringlar, ikkalasi ham o'zbek tiliga bir xil tarjima qilinadi, bir xil ma'noni beradi. Demak, tarjimasi albatta o'zidan keyin kelgan gapga qo'shiladi doimo. Mana buni dan oldin, dan keyin degan gaplari ma'nosi bu yoqqa qo'shiladi. Keyin yana bitta aytib o'tishim kerak bo'lgan narsa, hurmatli o'quvchilar, bizaga mana bu formuladan faqatgina future continuousga va future simple ga faqatgina mana bunisi tegishli, when bog'lovchisi tegishli faqat. Bular bizga kelasi darsga kerak bo'ladi. Ya'ni future perfect bilan future perfect continuous bog'lovchisi qolganlari. Demak, tushundingizlar degan umiddaman. Endi kelinglar misol beraman. Demak, bunda grammatika qanday bo'ladi ishlatilishi? Bunda kelajakda nimadir qilinganda, nimadir davom etayotgan bo'ladi. Masalan, kelinglar ko'rib chiqamiz. Misol beramiz. Albatta bog'lovchisi when bilan boshlaymiz. Mana bu yerda ikkita misol berdim men sizlarga. Demak, ikkita misolimizga e'tibor qaratamiz. Demak,
Mana bu yoqqa e'tibor qaratamiz. Gapni boshi bilan berdim. Mana bog'lovchini. When you come home. San uyga kelganingda. Demak, whendan yoki mana umuman bog'lovchilardan keyin present tense simple kelishi kerak edi. Mana present simple deb beryapmiz. When you come home. San uyga kelganingda. Ya'ni mana bu da tarjimasi beradi. Demak, san uyga kelganingda dedik. To'g'rimi? Vergul qo'yilishi kerak edi ikkita gapni o'rtasiga va bu yog'i future third continuous. Endi men sizlar bilan ikkita future zamonni o'tdim. Birinchisi qaysi zamonda turibdi? Qaranglarchi mana bu tomoni. Formuladan tanigan bo'lsalar, bu yoqda nima turibdi? Future simple turibdi. Future simple tarjimasi o'zbek tiliga aman, iman, ayman tarjimasini berar edi. San, endi bir o'ylab ko'ringlarchi, mana bu ikkita gap nima farqi bor? Pauza qo'yib, mana hozir shuni tushuntirib beraman. Bu yoqda future simple kelyapti, bu yoqda future continuous kelyapti. To'g'rimi? Tarjimada nima farq qiladi? Ma'noda nima farq qiladi? Shu narsani ko'rib chiqamiz. San uyga kelganingda, demak, qachon keladi? Kelajakda keladi. Kelasi zamonni o'tyapmiz, to'g'rimi? Demak, kelajakda keladi uyda, masalan, kechqurun 9 ga keladi, hali endi keladi yoki 8 ga keladi. Nechigadir keladi-da, bir 3-4 soatdan keyin keladi. O'sha kelgan vaqtingda deyapmiz. Birga kino tomosha qilamiz. Bu gapimizda ma'no shunday bo'lyaptiki, u keladi, keyin biz kino tomosha qilamiz. To'g'rimi? Endi ikkinchi gapga qaraymiz. When you come home, sen uyga kelganingda, kelajakda keladi. To'g'rimi? Bu yoq future zamonlardan biri, ya'ni future continuousga qo'yganmiz. We will be watching a film. Biz kino ko'rayotgan bo'lamiz. Demak, bu kelajakda uyga kelganida biz allaqachon kino ko'rayotgan bo'lamiz. Bu do'stlar ikkinchi qoidam, yana bir marta aytyapman, bitta future continuous qoidasi emas. Bu barcha futurelarning qoidasi. Ma'nosiga qarab, mana bu yoqqa future third continuous deganman. Gapni ma'nosiga qarab biz bitta zamon futureni, bitta zamonni qo'yamiz. Masalan, bizga o'sha kelajakdagi future continuous tarjimasi ayotgan bo'laman ma'nosi kerak bo'lsa, future continuous qo'yaman. Aman, iman, xuddi future simpledagi aman, iman kerak bo'lsa, future simple qo'yamiz. Masalan, mana bu yoqda gap future simpleda kelyapti. Ya'ni present simple birinchi tomon qisqartiray, ha? Present simple birinchi tomon, mana bu yoq present simpleda mana aytilgan present simpleda kelsin deb. Bu tomon futuredan bittasida kelsin. Bu yoq future simpleda beryapman, to'g'rimi? Demak, kelajakda kelganida future simpleda ma'nosi aman imanmidi? Qo'shamiz shu tarjimani. Biz film ko'ramiz. Keladi, keyin ko'ramiz. Bunda kelajakda kelganingda kino ko'rayotgan bo'lamiz. Shu kelgan vaqtimizda ko'rayotgan bo'lamiz. Bu yoqda demak present simple bilan demak future continuous hamkorlik qilmoqda va tarjimasi ham bu yoqda o'sha ayotgan bo'laman tarjimasi kelyapti. Bu yoqda aman tarjimasi kelyapti future simple bo'lganligi uchun. Kelinglar misollarni ko'paytiramiz. Xuddi shunday hozir ikkita zamonda men misol beryapman, chunki faqatgina biz futuredan ikkita zamon o'tdik. Nasib qilsa kelasi darsda o'sha uchinchisini ham qo'shib sizlarga misol qilib tushuntirib beraman. Faqat bu yoqda bog'lovchi when bo'la oladi. Boshqa bog'lovchi bularni ishlata olmaymiz, chunki bular future perfect bilan future perfect continuousga tegishli bog'lovchilar. Davom etamiz. Demak, when she finishes the job, demak when she finishes the job. Hurmatli o'quvchilar, mana bu keyingi ikkita misolga e'tibor qaratamiz. When she finishes the job, we will play a game. Qaysi zamon turibdi? Bir e'tibor qilinglarchi. Mana bu yoqda. Mana qotirilgan bo'ladi. Shu narsaga e'tibor qilinglar. Bog'lovchidan keyin doimo present tense simple, narigi tomonda future zamonlardan biri. Qotirilgan. Hech qachon bog'lovchidan keyin future zamon kelmaydi. Mana shunday qotirilgan present simple har doim bog'lovchidan keyin narigi tomongagina future continuous yoki future zamonlardan biri keladi. Demak, when she finishes the job, we will play a game. When she finishes the job, we will be playing a game. Bir o'ylab ko'ringlarchi, qanday farqi bor ekan. Men ungacha tushuntiraman. Demak, when tomonda finishes fe'l ustiga ss qo'shilgan. Qaysi zamon? Present simple zamoni va bu tomonda esa will play, demak formulasiga e'tibor qilsak future simple zamoni turibdi. To'g'rimi? Demak, u ishini tugatganida qachon tugatadi? Kelajakda tugatadi. 1 soat, 2 soatdan keyin, balkim 10 soatdan keyin, farqi yo'q. Kelajakda tugatganida biz o'yin o'ynaymiz. U ishini birinchi tugatadi, undan keyin biz birga keyin nima qilamiz? O'yin o'ynaymiz kelajakda.
Aman o'ynaymiz. Aman, iman, ayman. Mana o'ynaymiz. Endi bunisiga e'tibor qilamiz. Present simple bilan bu yoqda future continuous nima qilyapti? Hamkorlik qilayapti. Demak, u ishini tugatganida, qachon tugatadi? Kelajakda tugatganida, ana o'sha vaqtda biz nima qilayotgan bo'lamiz? Demak, o'yin o'ynayotgan bo'lamiz. Bu yoqda e'tibor qilinglar, present simple har doimgidek payt bog'lovchisi qismi hech qachon o'zgarmaydi. Present simple mana har doim. Narigi tomonda future zamonlardan biri ma'nosiga qara. Mana bizga mana bu gapimizda ayotgan bo'lamiz tarjimasi, ya'ni kelajakda ish harakat davom etib turibdi. Bunda amiz va kelajakda bu ish qilingandan keyin bu ish qilinishligi nazarda tutilyapti. Demak, mana bizda umumiy hisobda 4 dona demak gap bo'ldi. Menimcha tushundingizlar deb umid qilaman. Endi kelinglar birinchi qoidaga uncha gap bermayman, chunki birinchi qoida juda ham oson, hurmatli o'quvchilar. Ikkinchi qoidaga kelinglar bir 3-4 tagina nima qilaman? Sizlarga gap tuzdirishga harakat qilaman. O'zbekchasini aynan mana shu qoidaga asoslanib bir gap tuzib ko'rishga harakat qilinglar. Yana bir marta aytyapman, hurmatli o'quvchilar, demak, bunda bog'lovchidan keyin qotirilgan bo'ladi. Bog'lovchidan keyin har doim present tense simple keladi. Mana bog'lovchi, mana bog'lovchidan keyin. Narigi tomonda future zamonlardan biri. Gapning ma'nosiga qarab. Gapning ma'nosiga qarab degani bizga mana bu tomonga masalan future continuous ayotgan bo'laman kerakmi? Future continuous qo'yasan. Future simple aman qo'yish kerakmi? Gapning ma'nosi amanga tortyaptimi? Future simple qo'yasan. Oson hammasi. Qiyinchilik yo'q bu yoqda hech qanaqa. Demak, kelinglar misolni beramiz endi. Misolni men ikkalasiga ham beraman. Bir xil xuddi mana bunaqa qilib, ma'noli qilib. Demak, birinchi gap va yana demak ikkinchi gapimiz. 1 bilan 2 ni ko'ramiz. Qani nima bo'lar ekan? Birinchi gapimiz xuddi shu gapni boshqacharoq qilib beramiz. Mana birinchi juft gapimiz. Demak, qani endi 3-chi va 4-chi juft gapimizga tushamiz. Buni gaplarni nima qilaylik? Pastga tushiraylik. Nima qilib? Mana bu birinchi juftimiz. Kelinglar endi ikkita yana juft gap beramiz. E'tibor qilamiz, Navoiyga yetib kelmoq so'zini bilsalaringiz kerak. Arrive so'zi uyini yig'ishtirish, tozalash esa clean so'zi ma'nosi bo'ladi. Demak, marhamat, mana sizlarga 2 juft gap berdim. Mana shu yoqqa shundoqqina pauza qo'yinglar-dayu, demak, o'sha bir yaxshilab o'ylab gaplaringizni tuzib ko'rishga harakat qilinglar. Demak, kelinglar tarjimani boshlaymiz. 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi gaplarimizda. Demak, birinchi gapga e'tibor qilamiz. San uyg'onganingda. Har doimgidek birinchi nimani qo'yib olamiz? Bog'lovchini. Bizda bog'lovchimiz da dedik. San uyg'onganingda. Bog'lovchidan keyin qaysi zamon keladi dedik? Har doim. Bog'lovchidan keyin har doim qaysi zamon keladi deb aytdik. Demak, har doim bog'lovchidan keyin present simple zamoni keladi. To'g'rimi? Pauza qilib, birinchi gaplarni tarjima qilib, undan keyin bu videoni ko'ringlar, ya'ni tushuntirganimni. Demak, sun, wake up. Demak, present simple ga qo'yish kerak edi bog'lovchidan keyingi qismini mana qo'ydik. San uyg'onganingda deb oldik mana present simple zamonda. Endi bu tomoniga future zamonlardan biri kelishi kerak. Men yangi so'zlarni yod olayotgan bo'laman. Ayotgan bo'laman qaysi zamonga xos edi? Tanishmi? Tanishmi do'stlar?
Demak, future continuous zamonni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, I will be learning new words. Demak, san uyg'onganingda kelajakda uyg'onasan-ku, ana shu vaqtda men yangi so'zlarni yod olayotgan bo'laman. Birinchi gapimiz edi. Ikkinchi gapimiz, san uyg'onganingda men yangi so'zlarni yod olaman. Demak, birinchi albatta bu tomonni tuza olamiz. Bu tomoni bu yog'i bilan bir xil bo'ladi, chunki ikkala tomonni ham san uyg'onganingda deb turibmiz, a? Mana san uyg'onganingda turibdi. Endi men yangi so'zlarni yod olaman. Aman anaqasi, demak, future simple ga tegishli edi. O'sha uchun future simple deb beramiz mana. Birinchi gapimizda uyg'onganingda yod olayotgan bo'laman. Ko'zni ochib qaraganda mana shu so'zlarni yod olayotgan bo'laman. Bunda yod, demak, uyqudan turganida, undan keyin men so'z yod olishni nima qilaman? Boshlayman ma'nosi kelib chiqyapti. Uchinchi gapga e'tibor qaratamiz. U Navoiyga yetib kelganda biz uyni yig'ishtirayotgan bo'lamiz. Demak, birinchi bizga da tomon kerak. Birinchi da deb olamiz mana. Da. U Navoiyga yetib kelganida qaysi zamonda berilar edi? When'dan keyingi qismi, ya'ni bog'lovchidan keyingi qismi albatta present simple da edi. When he arrives Navoiy. Demak, u Navoiyga yetib kelganida mana. Qachon yetib keladi? Kelajakda yetib keladi. Demak, o'shanda yetib kelganda biz uyni yig'ishtirayotgan bo'lamiz. Ayotgan bo'lamiz. Qaysi zamonga tegishli? We will be learning. Uzr, bu yoqda yig'ishtirayotgan gapi birinchi gapni adashtiryapman. Demak, yig'ishtirayotgan bo'lamiz. We will be cleaning the house desak bo'ladi, uy ma'nosida. Demak, present simple da keladi, bilasizlar. When'dan keyin qismi mana u Navoiyga yetib kelganda, kelajakda yetib kelganda biz o'sha vaqt uyni nima qilayotgan bo'lamiz? Tozalayotgan bo'lamiz. Ayotgan bo'laman deganligi uchun biz future continuous tanladik bu anaqa qismiga. Endi bu tomoniga, bu tomon bir xil bo'ladi boshi, chunki ikkalasi ham bir xil gap. U Navoiyga yetib kelganida biz uyni yig'ishtiramiz, amiz. Demak, bu future simple da qo'shimchasi hisoblanadi. Demak, we will clean the house mana. Umid qilamanki, tushundingizlar deb hurmatli o'quvchilar. Mana men sizlarga demak 4 juft gap berdim. Demak, mana shunday ma'no kelib chiqmoqda qo'shma gap holatida. Doimo payt bog'lovchisidan keyin, mana bog'lovchidan keyin doimo present simple keladi. Narigi tomonda esa future zamonlardan biri keladi. Yo future simple, yo future continuous, yo future perfect yoki bo'lmasa future perfect continuous. Gapning nimasiga qarab? Ma'nosiga qarab. Mana bu yerda ayotgan bo'lamiz dedik. Future continuous qo'ydik, chunki ayotgan bo'laman future continuous. Mana bu yerda yod olaman, aman bo'lganligi uchun bu yoqqa future simple berdik, chunki future simple da aman tarjimasi bor. Kelinglar, bonusga sizlarga yana 2 dona gap beraman, xuddi shunday. Qani, shuncha tushuntirganimdan keyin biror nimani tushundingizlarmi yo'qmi sinab ko'rishlik uchun. Demak, nima desak bo'ladi? Okay. Marhamat, birinchi gapimiz, demak, san insho. Insho nima degani? Essay degani. Tugatmoqni bilsalaringiz kerak. Finish. Tuzatmoq fix bilan beriladi. Bu demak 5-chi gapimiz bo'lyapti, to'g'rimi? Demak, 6-chi gapni ham beramiz. Demak, nima desak bo'ladi 6-chi gapda? Demak,
Demak, ular darsga kelishganda biz uyga vazifani bajaramiz. Kelinglar, demak, endi shu yoqda pauzacha qo'yasizlar. Ikkita gapni demak, tahlil qilib berishni boshlayman. Demak, san inshoni tugatganingda birinchi nima deymiz? Da bog'lovchisini qo'yib olamiz mana. Da. Demak, bog'lovchidan keyin doimo present tense simple zamoni kelar edi, to'g'rimi? Demak, tugatmoq. When you finish the essay. Mana inshoni tugatganingda deb oldik. Qachonki sen inshoni tugatganingda men kompyuterimni tuzatayotgan bo'laman. Ayotgan bo'laman. Qaysi zamonga xos o'quvchilar? Demak, future continuousda ayotgan bo'laman. I will be fixing my PC. PC degani o'sha kompyuterni qisqartmasi. Demak, ayotgan bo'laman bo'lganligi uchun future continuousda berdik. Endi 6-gapga. Ular darsga kelishganda biz uyga vazifani bajaramiz. Birinchi nima deb olamiz? Har doimgidek da deymiz. Darsga kelishganda ular when they come to the lesson. Ular darsga kelishganida biz uyga vazifani bajaramiz. Amiz bo'lyapti. Demak, bu qaysi zamonga xos? Future simple ga. Demak, we will do the homework. Demak, kelajakda kelishadi-ku darsga. O'shandan keyin biz uyga vazifani nima qilamiz? Bajaramiz. Bunda inshoni yozib tugatganingda men allaqachon tuzatayotgan bo'laman. Davomiy ish harakat, demak, oddiy ish harakat. Hurmatli o'quvchilar, bu biz uchun 10-zamonimiz edi. Xudo xolasa 2 donagina future zamonimiz qoldi. Umid qilamanki, hamma narsani tushundingizlar deb. Salomat bo'lamiz keyingi darsgacha.